Assalomu alaykum, qadrdon mening muxlislarim. Bugun sizlar bilan yana osh, ya'ni palov tayyorlaymiz. Bugun sizlar bilan marjon palov tayyorlaymiz. Buning uchun masalliqlardan 1 kilogramm guruch, yarim kilogramm go'sht, 50 gram mayiz, 2 dona o'rtacha kattalikdagi piyoz, 50 gram qaynatilgan no'xat, zira 5 gram, 4 dona sabzi, 2 dona qizil, 2 dona sariq sabzi kerak bo'ladi. Yog', zig'ir moyi, 50 gram zig'ir moyi, 60 gram paxta moyi, tuz kerak bo'ladi. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi ishimizni guruchni sovuq suvga yuvib qo'yishdan boshlaymiz. Ana piyozimiz qovurilib, novot rangga kirdi. Endi go'sht solamiz. Go'shtimiz ham qovurilayapti, qadrdon muxlislarim. Marjon palovimizga sabzini ana shunday kvadrat 4 burchak shaklda to'g'raymiz. Endi sabzimizni ustidan zig'ir moyini ham solamiz. Palovimizni sabzi pishdi. Endi no'xat aralashtiramiz mana. No'xat va mayiz ham aralashtiramiz. Zirani mayda qilib hovonchada ezdim, endi oshga solaman. Ana guruchni qozonga soldim, endi suv quyamiz. Guruchga suv soldik, endi tuz qo'shamiz. Guruchga suv soldik, endi tuz qo'shamiz. Ana oshimiz suvni tortdi, endi buni dam yeyishga qo'yamiz, ya'ni bug'ga qo'yamiz. Ana shu holatga oshni bug'ga qo'yamiz. 10 minut, 15 minut. Qadrdon muxlislarim, mana marjon palovimiz tayyor bo'ldi. Qani endi dasturxonga marhamat.